Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'rgüchilar. Ko'rayotganinglar Amerika poytaxti Washingtondan tarqatilayotgan Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik muhim xabarlar sahifasi. Men Gulchehra. Navbatda bu bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir anlatilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tmoqchiman. Diqqat bergaysizlar. Dünyanın hər qaysı joylaridagi Uyg'ur jamoati 5 iyul kuni turli namoyish va xotirlash faoliyatlari orqali 5 iyul Urumchi qirg'inchiligining 10 yilligini xotirladi. Amerika, Kanada, Germaniya, Turkiya, Avstraliya, Shvetsiya qatorliq 10 necha davlatda 5 iyul qirg'inchiligining 10 yilligini keng ko'lamda xotirlash faoliyatlari tangli o'tkazildi. Namoyishchilar ayoltuzliq ko'k bayroqlarni javlon qildirib, Xitoy hukumatining zolimligini pash qiluvchi shuarlarni unlik to'lab, Uyg'urlarning irodasini yana bir qitim namoyon qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining musha hafta Janvada ochilgan yig'ini mezgilida Germaniya, Fransiya, Yaponiya, Avstraliya qatorliq 22 g'arb davlati birlashma maktubga imzo qo'yib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirish qilmishini qattiq aybladi. Bayanatda Xitoyning millionlab Uyg'urlarni lagerlarga qamishi hamda buni asabiylik va terrorlikning oldini olish harakati deb otishi haqidagi yolg'on yovdoqlari kaskin iboralar bilan tanqidlandi. Xitoy Tashqi ishlar ministerligi bu bayonotga qarshi chiqib, G'arb dunyosining bizning ichki ishlarimizga aralashish haqqi yo'q dedi. Musha haftada Amerika Tashqi ishlar ministerligi terrorlikqa qarshi turish alohida elchisi Nasan Saylis Xitoyni millionlab Uyg'urlar qamalgan lagerlarni darhol taqash hamda Darultamlarga elib ketilgan bolalarni oilasiga qaytarishga chaqirdi. U radiomizning maxsus ziyoratini qabul qilganda Uyg'urlar diyoridagi g'oyat zo'r lager sistemasining terrorlik bilan hech aloqasi yo'qligini bildirdi. U yana Xitoy Kompartiyasining qilayotganlarining mohiyatda Uyg'urlarning tili, madaniyati va diniy e'tiqodini yo'q qilishni ko'zlagan tozalash harakati ekanligini, faqat dunyoni aldash uchunla navbatda terrorlikqa qarshi turishni buningga bahona qilib olganligini alohida ta'kidladi. O'tgan yili Aqsudagi lagerlarning birida jon uzgan Qaharjonning o'limi haqida uning Turkiyadagi urug' tuqqanlarga kasal sababidan o'lib ketgan deb ma'lumot berilgan edi. Yaqinda ular Qaharjonning lagerdagi qiynoq sababidan jon uzganligidan xabar topgan. Ma'lum bo'lishicha, Qaharjonning Turkiyadagi ochisi Guljamal va onasi Aqsudagi urug' tuqqanlarning bexatar bo'lishi uchun 20 yildan buyon Turkiyadagi Uyg'urlardan yiroq turgan. Ammo ularning bu xil ehtiyotchanligi Qaharjonning o'limini to'sib qololmagan. Guljamal xonim bu haqda so'z qilib, Xitoyning paylini to'liq tushunmay qolganligini o'kinish bilan tilga oldi. Hamda buningdan keyin zulm va haqsizlikqa sukut qilmaydiganligini bildirdi. Amerikadagi oliy maktab o'quvchisi Shuhrat G'ani yaqinda ota-onasining 2017-yili Amerikaga kelish uchun sayohat vizasi olganligi sababidan lagerga elib ketilganligidan xabar topgan. Shuhrat yaqinda radiomizning ziyoratini qabul qilganda ota-onasining o'zining o'qish bitirish murosimiga qatnashish uchun Amerika vizasi olganligi sababli lagerga qamalganligi haqidagi bir qator ahvollarni so'zlab berdi. Ziyorat jarayonida Shuhrat o'zining 2 yildan buyon Xitoy hukumatiga umid bog'lab ota-onasining lagerdan qo'yib berilishini zor qilib kutganligini, hamda o'zining sukutni buzib tashlash qaroriga kelganligini alohida ta'kidladi. Xitoy doiralari 2017-yilning 5-da lagerlarga qamagan Muyassar Muhammad buningdan 10 yil ilgari Misrda o'qigan hamda 2007-yildan boshlab Qozog'istonda yashayotgan Uyg'ur ayollarining biri. Yaqinda uning Qozog'istondagi yo'ldoshi Sadriddin lagerdan zavodga yetkazilgan ayolning qaytadan lagerga elib ketilganligidan xabar topgan. Sadriddinning bildirishicha, u ilgari Xitoy hukumatining ayoliga rahim qilishidan umid kutib kelgan bo'lib, homildor peti lagerga elib ketilgan ayolning homilasi lagerda yo'q bo'lgan. Muyassarning butun oilasidagilar lagerga qamalgan. Onasi 19 yillik kesilgan.
Yaqindan buyon lagerdagi ifodasi yaxshi bo'lgan bir qism mahbuslarning lagerlardagi zavodlarda haqsiz emgak silinayotganligi haqida turli uchurlar o'tirg'i chiqayotgan edi. Muyassarning taqdiri bu jihatdagi ba'zi ahvollarni yo'ritib berdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik muhim xabarlar sahifasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.